Sen Moskvada emassan. Qayerdaman men? Uni qaytmaydi. Mana bu qorlar. Qayerda bu? Afrikami bu? Afrikada yog'am qor. Moskvada. Musofirlar, o'zbeklar, o'zimiz O'zbekistonliklar 5-6 ta emasda 2 million, 3 millionta o'zbek bor Moskvada. Qor kurashga 8 ming rubl, 10 ming rubl deyapti. Tagiga borib, tagida yurmanglar. Bu tushsa smert odamni o'ldiradi, odamni jigini uzib ketadi. Samokatini qorga tirab yuboribdi. Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, musofirda yurgan akalar, ukalar, charchab ishlayapsizlarmi? Kecha kuni qor yoqqanda bir video qildim. Katta qor yog'di-da, bir video qildim. Sholi ko'rmaksiz bo'lmaydi degandek, ularning ichida negativlar ham ko'p. Shularga men aytmoqchiman-da, negativlarga. Negativ emaslar, jonlaring sog' bo'lsin. Ilohim musofirda yurib, sizlar bizga duo qilyapsizlar, sizlar ham biz ham sizlar duo qilamiz inshaalloh. Negativlarga gapim shuki, bittasi yozibdi, sen Moskvada emassan, aldamadim. Bittasi yozibdi, Moskvada bunaqa qor yo'q, yoqqan yo'q deb yozibdi. Atina bile ko'p yozgan, endi shu bo'layotgan deb beryapman-da. Yani bittasi yozibdiki, o'zingni foydangni o'ylayapsan. Men qanaqa foydamni o'ylayapman? Kallangni ishlat, meni o'zimni ishim yetadi. Keyin hali sen Moskvada emassan. Qayerdaman men? Uni qaytmaydi. Mana bu qorlar. Qayerda bu? Afrikami bu? Afrikada yog'am qor. Moskvada. Kallangni ishlatkim, bunday tabiatidan, bunday mashinalardan umrini olganman. Atinib shuni adamasin senda qolar debda. O'sha negativlarga maslahatim 2 dona video qilib turib, ijtimoiy tarmoqqa joylasang, 2 dona video qilib ijtimoiy tarmoqqa joylasang, ko'p video ko'rilsa, sendan qancha yordam so'rashini, nima bo'lishini bilasan. To'g'risi ham-da. Sen oldin 2 ta videoni ekranga gapirib, ijtimoiy tarmoqqa joyla. Men shunaqa qilaman, shu yerda ishlayman. Tem bo'l Moskva boshqa joylarda masalan bo'lsang-da, qayerda bo'lsang ham sizlarga yordam beraman, ish mavzusidan yo boshqa narsadan debda. Oldin joyla, keyin bilasan nimaligini. Endi O'zbekiston, Moskvada musofirlar, o'zbeklar, o'zimiz O'zbekistonliklar 5-6 ta emasda 2 million, 3 millionta o'zbek bor Moskvada. 2 milliontadan oshiq o'zbek. Endi shular kelib ketishini hisobini olib aytyapman-da. Bularga doim ish naq turavermaydi-da. Har xilda yo'q bo'lib qoladi. Negativ yozayotganlarni musofirda yurgan yo qandoshi yo'q, yo do'sti yo'q deb o'ylayman-da. Shuning uchun musofirlarga negativ yozadi. Qor bo'lsa baqaki, nima qilasan aytda deb kommentariyada. Agar o'sha tanishi yo do'sti yo oilasida bir narsa musofirda bo'lsa, jonlaring sog' bo'lsin deb qo'yadi o'zi. Men aslan shuni o'yladim-da, men o'shalarda yo musofirda do'sti yo'q, yo qarindoshi yo'q. Shuning uchun negativ yozadi. Sog' bo'lgin. Negativ emaslar, jonlaring sog' bo'lsin. Har doim duoda insonlar, onaxonlar bor, jonlaring sog' bo'lsin. Men shu maqsadda chiqargandim. Ko'pchilik menga yozdi-da, 3 mingdan, 3 mingdan, 4 mingdan, 2,5 mingdan chiqyapmiz deb. Yo'q, unaqa qor kurashlar yo'q. Oddiy dvorniklar bo'lsa, xaltoraga ham 7 ming, 8 mingdan boryapti xaltoraga. Oylik ham yuribdi. O'sha podizlar oldin shuni tozalab qo'yadi, bo'ldi, xaltora qiladi o'zlari. Lekin tomlarga chiqishda hushyor bo'linglar. Mana uni ko'rib turibsizlar-ku videoni. Shunaqa qilmanglar-da, arqonni boylab, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Arqonni bog'lab, mustahkam qilib keyin ishlaylar. Arqonni bog'lab, mahkam bo'lib keyin ishlaylar. Sizlarga birovlar joni achimaydi, o'zlaring ehtiyot qilinglar. Kommentariyada ham qoldiribdi, yozibdi. Biz 3 mingdan, 2,5 mingdan ishlayapmiz deb. Unaqa xaltoralar yo'q hozir. 4-5 yil oldin ham shunaqa edi o'zi, 2 ming, 3 ming, 4 ming edi hozir.
Telegram gruppalarga kirsalaring yokida o'sha prilojeniyalari bor o'zini ish qidirayotgan shularga kirsalaring qor kurashga 8000 rubl 10 000 rubl deyapti. Обычный qor kurashgada endi. Keyin brigadirlar bor, 100 ta odam ishlatadi, 50 ta odam ishlatadigan brigadirlar bor. Shularga inson bersin bor. Ko'pchilik aytayapti 3000, 4000, 2000 rubldan qilyapmiz deyapti-yu. Men eshityapman-da quloqma-quloq. Sizlar olib borasizlar, sizlar gaplashasizlar, o'sha masalan bitta pakta olsalaring 7000, 8000 rubldan olasizlarda 4000 rubldan pul beryapsizlar. Yesang 1000 rubldan yekin shu 50 ta bo'ladi, 50 ming qoladi, 20 ta bo'ladi, 20 ming qoladi. 3000, 4000 papalamiysanlarmi? Insof bo'lsin, insof. Papalamaydimi odam? 1000 rubldan ye, 500 rubldan ye, senga 15 ming ishlamasang ham qolyapti-yu. Shu ko'p yeysanda senlar bo'lay deysan, ko'p yeysan, oxiriga bormaysanda, yo xorim o'lib ketiladi, yo shu yerdan quviladi, o'lit bo'ladi. Shu oxiriga bormaydi, shuna brigadirlar. Sal insof kerak. Odamga sal insof kerak. Misol burada bir-birimizni tergab, bunday suyab borsak, sal qiynalmaydi. Oson yengil o'tadi shu qish oyi. Xudo xolasa 1,5 oy qoldi. O'tib ketadi bu qish ham. Ishlar ham seron bo'lib ketadi, hamma joyiga tushib ketadi. Shuni aytgan joyim edi, hozir yana bir ko'rsataman tashqarilardan, o'zlaring ko'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana do'stlar, qorlar. Shu yo'llarda jinday ochib qo'yilgan, uyib tashlangan. Mana qor. Mana mashina borda, bu qor deydi. Bundan tayda ham bo'lishi mumkin, ha? Yutashyapti. Katta qor yoqqanda. Mana do'stlar, keyin mana bu kvartiralar tayidan o'tasizlar, mana tayidan yurmaylarda. Mana bu tayidan. O ko'ryapsizlar, 50 kilo, 40 kilo bo'lib ketgan muzlar. Yopishib. Men hozir bir 10 metr beriqdaman. Mana tayiga borib, tayidan yurmaylar. Bu tushsa smert odamni o'ldiradi, odamni jigini uzib ketadi. Mayib qiladi-da, belgisi bel sindiradi-da, bu katta bo'lib ketgan. Shu muzlab shunga hushyor bo'lasizlar. Mana mashinalar qolib ketgan. Uni ko'ryapsizlar. Endi qo'ygan sababi shuni orqasidan ham ko'p talafot ko'ryapti odamlar. Keyin yana zo'n narsa bo'pti dvorniklarga. Mana mashinalar qolib ketadi-yu. Shuni ochib berish 2000-3000 rubl ekan. Shu yonini ochib, qorini olib berish, mashinasi chiqish kerak endi faqat. 2000 rubldan qilyapti ekan. Dvornik akalar. Xaltorada endi bu ham. Mana shu mana asfalt bo'lgan. Mana baqa yuring deyapti zinak. Mana shu asfalt ko'rilgan mana shu 5 metr joy asfalt. Bundan katta asfaltga chiqib ketgan joyda mahallanchi. Mana qarang. Mana 40 santimlar pashti. Bundan ham ko'p. Mana shu 1 metr qorni so'qib ketgan, ikkalovini o'rab tashlagan. Tepasi ham 30 santcha qor. Mana shunaqalar ochib beradi-da. Gaplashsa dogovorga kelishsa. Yoshlar o'z ochadi. Ko'pchilik hindlar bilan shartnoma tuzdi-yu, hindlar ko'rasin debdi. Kommentariyada. Hindlar bu sovuqqa chidolmaydi-yu. Keyin hali havolarning bo'lsa tasini samakatini qorga tirab yuboribdi. Qor bosib qolibdi. Endi ko'pchilik dastavchilar yurolmaydi bu qorda. Shuning uchun ko'pchilik dastavchilar ham dam olib qoldi. Skuterlar yurolmaydi. Hindlar bu sovuqda ishlalmaydi. Hammasi kasal bo'ladi. Ham ular bizchalik rus tilini yaxshi bilmayapti, ko'ryapsizlarmi? Tili vobshe jingalak bo'lib qolyapti. Bizni rus tilini bilmayotgan ham bunday pul berib magazinga kirib chiqsangiz, bemalol kirib chiqib bozorlik qilib chiqadi-da. Ham hindlarga hozir red bo'lgan. Ushlab hindmisan deb so'rayapti 5-kuni. Hind bolalar
rus qizlar bilan o'tirgan. Talashib, urushib o'sha nimadan tashlab yuborgan. Kvartiradan tashlab yuborgan tepadan. Qiz o'lgan. O'sha kundan boshlab deport qilishni boshlagan. Hindlarning ko'pini. Ham ruslarning naqasiga tushmadi bular. Kafilga, polga ovqat solib yurar ekan bular, yeyib. Bular dasturxonga ham stolga ham qo'ymasdan ovqatni polga solib yeyapti-yu. Ko'ryapsizlarmi? Ko'p videolarni. Yo'yib ular bosaverar ekan. Endi sigir dahlariga, sidiga cho'milib yurgan. Bu uni oldida toza narsada ularga. Ham ular zo'r yo'lni bilib olibdi-yu. Mana internetda ko'ringlarmi mana. Xotinli, bolali bo'lib ketibdi-yu. Oson ekan ularga. Biznikilar unaqa qilmaydi. Haromi. Bizda ham bor. 10 yil, 15 yildan beri bormay shu Rossiyada bir ikkitasiga ilashib yurganlar bor. Baribir bir kun boradi, bir kun borib mishildirg'ini osildirib, darvozani och xotin deydi. Baribir boradi, bitta nima qiladi. Hozir kuchi bor, ishi bor, yuribdi-da, maza qilib. Ya'ni 5-6 yildan keyin ketadi, iloji yo'q. Qo'lida kuch ketsa, hozir pul topyapti, endi yashab yuribdi-da. Ertadan keyin qo'ldan kuch ketadi. Pul topolmaydi, haydaydi. Keyin boradi. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. O'zlaringizni ehtiyotlaylar.